Amerika SSSRni qo'lga olish uchun odamlar ongini boshqarishga urinib ko'rishgani haqida eshitganmisiz? 1950-yillarda hamma joyda urush kayfiyati hukm surayotgandi. AQSh bilan Sovet ittifoqi bir-birini yengish uchun nafaqat qurollar, balki o'zgacha kurash olib borayotgan edi. Aynan o'sha paytda Amerika maxfiy razvedkasi bir sirli loyihani boshlab yubordi. Uning nomi MK Ultra. Bu qanday loyiha? Ular odamlarni ongini boshqarishni o'rganmoqchi edi. Ular odam ongini buzib kirib, ularni buyruq bajaradigan robotlarga aylantirishmoqchi edi. Ularning maqsadi mana shunday edi. Buning uchun ular LSD degan kuchli dorini sinab ko'rishdi. Bu dori odamni butunlay boshqacha holatga keltiradi. Tush va real hayot aralashib ketadi. Ular bu dorini turli odamlarga berishdi. Askarlar, talabalar, mahbuslar, ruhiy kasallar, hatto oddiy fuqarolar. Ba'zilar bu tajribada ishtirok etayotganini ham bilmagan. Hozir ular sodir etgan qo'rqinchli tajribalardan birini aytib beraman. Ular bir askarni uxlamay 6 kun davomida kuzatishgan. Askar uyqusizlikning 3-kunida ismini ham eslay olmagan. 5-kuni esa gapirish ham qo'ldan kelmagan. 6-kuni hatto o'tirishga ham qurbi yetmagan. Oxir-oqibat dushman kim degan savolga kim bo'lsa ham otaman deb javob bergan. Kuzatuvchilar esa buni muvaffaqiyat deb hisobladi. Loyihada hatto fohishalar ham ishtirok etgan. Ular mijozlarning ichimligiga dori solib berishgan. Agentlar esa yashirincha barchasini kameradan kuzatgan. Bu sinovlar odamlarning ruhiyatiga juda qattiq zarar yetkazgan. Ko'pchilik eski hayotiga qayta olmagan, ba'zilar hatto o'z joniga qasd qilgan. Va nihoyat 1973-yil MK Ultra rasman tugatildi. Ularning ko'plab hujjatlari yo'q qilindi. Lekin bitta savol hali ham bor. MK Ultra rostdan ham butkul tugatilganmi yoki hozirda boshqa nom ostida sirli ravishda faoliyatini yurityaptimi?